Mana şu bendeler seni bendelerin. Biz hem shularni orasida ojizgina qulingmiz ya Rabbi. Allohim ya Rabbal alamin. Mana shu bandalarini gunohlarini kechirganing kabi bizlarni ham gunohlarimizni kechirgin. Allohim huzuringa borganimizda butun ko'zlar tepaga qadalib amal daftarlarini kutib turadigan kunda Allohim amal daftarlarimizni o'ng qo'limizdan olishligini nasib eyle. Allohim sirat ko'prigidan yashilday o'tishni nasib eyle. Allohim ertaga qabrga qo'yilganimizda qabrni qisishidan bizlarni qo'ru, qabr zulmatidan bizlarni asra ya Rabbal alamin. Qiyomat fitnalaridan, oxirgi zamon fitnalaridan, dajjal fitnalaridan o'zingdan panoh so'raymiz. Allohim ya Rabbi, hasad qiluvchilarni hasadidan asra. Allohim zolimlarni zulmidan asra. Allohim ikki yuzlilarni yomonligidan asra. Allohim munofiqlarni nifoqidan asra. Allohim ya Rabbi atrofimizda yaxshilarni jamlab qo'y. Allohim yomonlardan uzoqlashtirib qo'y. Allohim atrofimizdagilarni o'zingning rahmatingga yetalaydiganlardan qilgin. Ya Rabbi biz